Payg'ambarimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar, kim 40 kun halol yeydigan bo'lsa, Allohu taolo uni qalbini nurga to'ldiradi va hikmat buloqlarini uning qalbidan tiliga chiqarib qo'yadi. Demak, kim agar 40 kun halol yesa, Alloh taolo qalbini munavvar qiladi, qalbi ochiladi. Unda Alloh taolo hikmat ato qiladi. Hikmat bu qisqa gap bilan pur ma'no so'zlarni so'zlash. Hikmat Qur'on va oyatni ma'nosini so'zlash, haqni so'zlashga hikmat deyiladi. Demak, luqmasi toza bo'lgan odamni Alloh taolo qalbida bir hikmat ato qiladiki, ana shu hikmat uni tiliga chiqadigan bo'lib qoladi. Gapi ta'sirli bo'ladi. Birovga nasihat qilsa, nasihatini qabul qiladigan bo'lib qoladi. Chunki unda bir nur va hikmat paydo bo'ladi.